Bugun sizlar bilan multfilm Kung Fu Panda haqida gaplashamiz. Xo'sh, boshlaymizmi? Hozirmi? Ha, hozir. Kung Fu Panda. Multfilm animatorlari shu multfilmni suratga olish uchun naqd har kuni 6 soatdan kung fu mashqlari bilan shug'ullanishgan. Maymun besh tebratar, laylak, ilon, yo'lbars. Mana kasbga sadoqat qanaqa bo'ladi o'rtoqlar? Multfilm kompozitori Hans Zimmer bu filmga qo'shiq yozish uchun ataylab Xitoyga sayohat qilgan va Xitoy madaniyatini chuqurroq o'rgangan. Bu chet elliklar juda ham sabrli ekan. Mana shu multfilmni 3 oy emas, 6 oy emas, naqd 4 yil suratga olishgan. Qoyili. Taylun qor qoploni hisoblanadi. Eng qizig'i, hayotda ham pandalarga ov qiladi. Ishonasizlarmi? Bu multfilmga legenda aktyorlar dublaj bergan. Jackie Chan, Angelina Jolie va boshqalar. Lekin bizda ham oddiy odamlar dublaj qilmagan. Kimligini bilmoqchimisizlar? Bemalol Frame platformasiga kirib bilib olishingiz mumkin. Kiraveringlar, bexijolat. Ajdar jangchisi bo'lasan. Va nihoyat haqiqiy raqib topildi. Unga qoyil qolish kerak. Kelishi bilan hamma titraydi. Ustoz Ugvey haqiqiy kung fu jangchisini tanlasa kerak deb o'ylagan edim. O'zbekcha dublajda kim ovoz berganini bilgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldirish esingizdan chiqmasin. Xayr.